Chet ellik food bloger aynan pechenka, shokolad, sariyog' sutdan Nutella pasta tayyorlaganini ko'rib, men ham hayron qoldim. O'xsharmikin degan gumonda tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Ushbu videoga bir dona yirik-chani bosib qo'ysanglar, retsept rostdan ham o'xshaydimi yo'qmi sizlar bilan ham bo'lishaman. 3,2% pure milk sutini idishimizga solib, 2 молочный plitka shokoladni to'g'rab, ustidan kakao, 50 gram sariyog', sug'ushonniy moloko solib, bitta aralashtirib qaynatib olamiz. Agar sizlar ham shakar o'rniga sug'ushonniy moloko solsanglar, shokolad pastili ideal darajada quyilib chiqadi. Keyin bo'lsa shokoladli pechenka solamiz. Men Korzinkadan shunaqa choko pechenkani xarid qildim va ustidan yana 50 gram sariyog' qo'shib, 100 gram kraxmal solib, bitta aralashtirib, xohlasanglar mikserda, xohlasanglar chopperda, xohlasanglar blenderda yaxshilab однородный massa holatiga keltirib olasiz. Agar ishonsanglar, ushbu grammaj bilan 1 kilo shokolad pasta tayyor bo'ldi. Hidini o'ziga qo'shiqlab yeb qo'yishimga sal qoldi. Albatta, mana retseptim asosida tayyorlab ko'ring. 100% ishonch bilan ayta olaman, juda ham ideal darajada o'xshab chiqadi. Videoni hoziroq saqlanch qilib, masallig'ini uvol qilib yaqinlarga yuborib qo'yamiz.